Yo, barchalarga salom bolalar. Sizlar bilan har doimgidek Zeyron PUBG bolalar. Bugungi videomizda GG Standoff saytidan 0 goldi bilan UC olib chiqishga harakat qilamiz. Bu videomiz albatta qiziqarli bo'ladi. Videoga like, kanalga obuna bosib qo'yinglar bolalar. Hali qiziqarli videolar oldinda. Xo'p bolalar, 0 goldi bilan qanaqa ko'taraman desanglar, Tekken case'lar va hozir buni bitta ikkitasini ochib sizlar bilan ko'ramiz. Tekken case'dan qancha UC olsa bo'lar ekan bolalar. Kim hisob to'ldirmoqchi bo'lsa bolalar pastda plus bosasizlar. Bu yerda masalan любой Humo, Uzcard, Visa, Payme va kriptovalyutalar ham bor. Bu saytda GG Standoff bilan ko'rishingiz mumkin. PUBG ga UC chiqarsangiz ham bo'ladi. GG Standoff Gold, PUBG ga UC. Если что, ko'proq to'ldirsangiz, bu yerda bonus bor edi, bu yo'q bo'pti. Tak, masalan Humoni to'ldirmoqchi bo'lsangiz, masalan 300 goldi to'ldirmoqchisizlar deylik. Bekka emas, mana ikki. 300 to'ldirmoqchi bo'lsangiz sizlarga oddiy 300 beradi. Promokod degan joyi tepada, mana promokod Zeyron qilsanglar bolalar, sizlarga 300 ni 360 qilib beradi bolalar. Sizlarga 20% tashigan summalingga qo'shib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin, pastda 360 deyapti o'zi. Xullas, любой summa tashsalang 20% qo'shib beradi. 1000 tashsalang 1200 qilib beradi. 2000 tashsalang 2400. Shunaqa qilib ko'payib ketaveradi. Bitta tashigandan keyin qaytib tashlay olasizlar. Tak, mana oldindan ko'rsatib o'tib ketaman, ko'rishingiz mumkin. UC chiqarganman. Bu o'zim akkauntim emas. O'zim akkauntim, boshqa akkaunt, yangi akkaunt. Shunda hozir UC ishlab ko'ramiz. Shunga kam UC chiqarilgan. Tak bolalar, sizlarga Telegram kanalimni maslahat beraman. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda har kuni GG Standoff promokodlar tashlayman. Ikkitadan. ERPS uchun va case uchun mana ko'rishingiz mumkin. O'tib bemalol olsa ham bo'ladi. Qanaqa o'taman desangiz, YouTube kanal profilida turibdi. Yesicha mana silkasini ko'rsatib o'tib ketaman. Tak, keyin hisob to'ldira olmasangiz, mana hisob to'ldirib beraveraman. Bemalol yozaverasizlar. Mana Zeyron origa mana lichkan bo'ladi. Narxlar ko'rishingiz mumkin. Albatta tez va ishonchli. Qani bo'lmasa videoni boshladik. Qaysi case'dan ochamiz? GG Standoffdan ochib ko'ramiz degan case'imiz. 0 goldiga. Bu Tekken case'larni men Telegram kanalimdan topsalaring bo'ladi. Bizga necha tushdi? 380 mana ko'rishingiz mumkin. Tekkenga 240 UC. Case o'zi nechchilik? Tak, bitta yangidan o'raylik. Case o'zi nechchiligini bilib olamiz. Case 199 lik ekan, bizga 398 berdi. Tak, qani bo'lmasa 398 bilan sekin Open case'ni qilib ko'ramiz. Agar bo'lmasa yana Tekken case'larda ochamiz. Bu balansdan ko'tarishga albatta harakat qilaman. Tak, Deki Safari'dan 3 tali ochamiz. Bizga 47, 45, 47, 139. Tak, buni sotamiz. 220. 220 bo'lsa, qaysi case'dan ochamiz? Go AVM case'ini ochib ko'ramiz. Ya bu case chatagan qayta ochmaymiz. Только Mifi tushsa plus ekan. Tagani ko'ramiz, qanaqa case'lar bor ekan. M416 case bor ekan. Bunday shunaqa. Mifi tushsa plus. Oldiy tushsa plus emas. Da minus. Mana 2,5 ming ekan oddiy. 36. Qaranglarni upgrade qilamiz. Maslahat beraman, azalkar o'ynamasalar ko'p UC olsalar bo'ladi. 50% bilan go. Qancha tushdi? Voy, 1 sm o'tib ketdi. Yana Tekken case'imizni ochamiz. Tak, bu safar Go Major ochib ko'raylikchi. 8 milli ultimate, 98 goldi, 60 UC bo'ladi bolalar. Bemalol qilsaling chiqaraverasizlar. Tak, bizga Mifi tushdi. 152.
sotamiz. Va keyingi keysimiz M24 keysi. Tekin keys qani 22 yaxshi. Ko'rasizlar, tekinni уже ancha UC ishlatyapman. Давай, вторжение Moskva. 192 yaxshi. Godzilla va Kong. Bu keys ham qimmat keys, ko'rishingiz mumkin. UC lo tutsa UC dan sira chiqarib olsa bo'ladi. 385 UC tekindan ko'ryapsizlarmi? Просто kayf. Bu promokodlar Telegram kanalimdan olsalaring bo'ladi. Endi 900 bilan sekin keys ochsak bo'ladi. No go Holland ochib ko'ramiz. Albatta hisob to'ldiringlar. Bir 300 400 500 to'ldirsalang, bir 1000 UC olsalang bo'ladi normalni. Zeron promokod bilan to'ldirsalang sizlarga 20% omadan qo'shib beradi. Tak, yana bittadan qani bizga Neon Lord. Mana omad bola 530. 60 UC'ga ochyapmiz pashti, 60 oshiq, 60 ga ochib 325 UC olyapmiz. Tak, endi 1200 UC bo'lsa Go transportdan ochamiz. 1000 ga Go. Jigar bitta ber. Yaxshi, no. Bizga 1077. Bu bizga plus berdi ozgina. Yana bitta ochib ko'ramiz. O'ziniki minus mototsikl yaxshi. Yaxshi oxirida comeback. Nugo bittalik. Qancha bu avtobus? 148. Chiqamiz. Tak, Nugo outfit ochib ko'ramiz. Risk borlar sizlar uchun. Tak, bizga nima tushadi? No, bu minus. Bu minus lekin. 240. Hozir yana jicha keys ochib kontrakt quramiz. 357 ga ochamiz qani. Qiziqartor va upgrade. Upgrade deyman, kontrakt. Hammasi tiqildi. 5x ketdi, 485 balans ketdi. Bizga necha balans beradi? Cover 201. Сразу buni upgrade qilamiz. Ultimate ekan. Tak, no 2x ga ko'ramiz bolalar. To'xta. O'ta chotki. Yaxshi. Endi no case code. Shu 170 likdan ochmoqchiman. Oasis Skinovdan go. Bitta Bentley tushib bersam 3800 ekan-da. Ochki 112. Bizga ozgina minus berdi. Yana bitta ochib ko'ramiz. Давай jigar normalniroqdan ber. 230 bu plus. Bu 60 plus berdi. No bizga 399 lik case'lardanmi? No free case'lar ko'rishingiz mumkin. Free case'lar berishdi bizga. Tekin case'lar. 46 normalni. Уже menimcha bir 1.5 UC dan ishlatib qo'ydim, chiqarmasam video uchun ko'rishingiz mumkin. Sleeve qilyapman hozircha. Tak. Biz qaysini ochamiz? Tak. Qaranglar, eshitdim 349 likdan bitta tanlaymiz. Nima tushar ekan? Go, mana shu yerda. Yo, bu minus menimcha. 49, voy bile. Upgrade 50% ga ketdi. Yaxshi tushdi. Go jigar 70% ga tushib ber.
tushmadi bu menimcha. Xo'p, jigarlar, ko'rishingiz mumkin, pul testlaring sizlarda albatta omadli bo'ladi. Bu promokodni bilasizlar, baribir uncha bermaydi. Uni UC chiqarishni o'rgataman, qaranglar. Masalan, sizlar case ochsang, mana tekin case. Mana turish tezroq. 565 UC tekinni. Prosta bomba. 299 likdan. Qaranglar. Men sotib yuboribman. Qaranglar, hozir tushgan narsani sotmasdan chiqarasizlar. 864. Bu nima bu keys qoyil? Sotamiz bittasini, qaranglar. Mana masalan turibdi, invertorda получить UC yig'lasizlar. EID kiritasizlar. Kichkina yoqib dalida bosib chiqarib olsangiz ham bo'ladi. Bu akkauntni hozircha men chiqara olmayman. Gold chiqaramiz degan подтвердитni bossangiz sizlarga chiqadi. 3 minut ichida mana выводga o'tasizlar. Sizlarga mana bunaqa shaxsiy kabinetda vashi kodi UC deydi. Shuni bosasizlar, sizlarga redeem kod beradi. Midasi bo'yidan tashlab olsangiz ham bo'ladi bolalar. Sizlar bilan Zeyron bo'ldi, ko'rishlar mumkin. Bugungi videoda sizlar bilan tekinga min UC ishladik. Hammaga xayr.